Alo mu? Yani bu Yine şekilde koptu gelip değil. Şöyle dur. bana bir doğumlar var ya şeyde ben sizden verin. Ben senin ama uğraşım. Bilmiyorsun mu? Doblanı var. Akalım şey değil mi? Kvartira bozuk regular. Bak hele. Odan. Hiç kuru yürüyüş korkmaz. Ya siz de orada kulügen için zaman. Ben Raşid orada kulügen zaman sen görüyorsun. Ben öyle o şekilde. Bana boya gana o çıkarım. Oya gidiyor. Falan gitmeye gelen. Bana da işe gelen. Oya sürekli çalıyor. Mana shu yerda sharshara bor aytgancha. Ya mashinadek pastga chiqib Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana Zomin tog'larining eng cho'qqisiga o'sha osma ko'prik, shisha ko'prik degan joyga keldik. Mana 305 metr ekan uzunligi. Ko'prikning markazidan to pastga g'orning jarlikning tagigacha bo'lgan masofa 150 metr ekan. Ko'prikning uzunligi 305 metr. Mana bu joy mana bu arqonga bog'lab pastga tashlaydigan joy ekan. Bor vesiz bilan pastga tashlab yuborishadi. Hamma narsangiz chiqib ketadi. Shunaqa joy ekan. Keyin mana bu joyda mana bu joyda arqon bilan uchirib yuborishyapti. O'sha joydan mana bu tomonga o'tadi, mana bu joy jarlikdan o'tib ketadi. Mana bu tomonga kelib chiqdi. Shu an. Mana bu tasviyotni hozir ko'ramiz. Mana shunday holatda o'tadi. Mana u yoqdan bittasi o'tib ketdi. Mana shunday ajoyib joylari bor ekan. Hozir mana ko'prikka chiqamiz. 305 metr masofani bosib o'tish uchun. Screenshot bor, sen taş olsan bak geliyor. Böyle. Manzara zo'r. Mazaq qilishni qarang. Manzara dahshat. Şaşlı güzel orada kedi. Ha, şaşlı güzel.